Necha ayazga to'plagan pulingizni mana. Ayollariga mashina olib berish uchun pul to'plabdilar. Instagramga qo'yamiz. Voy. Ochib beraymi? Bismillahirrohmanirrohim. Oho. Mana 100 ming daliylari ashuncha. Tashachi. Bundan qanchasini olib ishlatib 700 ming, 300 ming qilib. Qayt endi berasiz uniga. Buni ham beryapsiz-da mana. Qimmat olgan. Yo'q, Og'da. Ayasiga pul to'plabdi olib berish uchun. O'sha Instagramga qo'yamiz dedi gruppaga. Endi. Ayasi taklashib oldingmi? Yo'q, olgan narsa yuzga ketib qolgan narsa bepul. Shu olganingizga esa ertaga biz yonidan qo'shib beradi. 15 kundan keyin. Yo'q, 15 kundan deyapti, 15 kunda. 21 kirgan bolalar mashina bosib qolib o'ldi. 10 minutdan keyin nima bo'ladi, xudo biladi. Chiroyli qilib montaj qilib qo'yib yuboraman. Ismingiz nima? Biloldan. Malades. Sizdaqa yigitlar bor bo'lsin. Mini bankimiz, Islom banki bu. Oo. Zarur yordam beradi. Pulimiz yo'q, darrov beradi. Malades. Ana. Dadasiga chiqarib berdilar. Imtiyozli vaqt qo'shib beradi. Hamma do'stlar o'ziga hisob. Narsa qo'shib beradi. Narsa qo'shib beradi. Masalan, har bizda bir oyda 10 kunlik. Maktabga degan pullarni yemagan shularni. Bizga kimda qiladi? Menga qo'shib bermadi. O'shanga hammasiga aytaman. Ming so'mlar. Video qo'yadi. Opalar, o'sha olgan bo'lsinlar, gapni olgan bo'lsinlar. Mashinada xolos. Qani Endi hozir nima qildik? Bizdan olgan mashina, kim mashina oldi? Arablar Biz o'zimiz bonus qo'shib beramiz. Birinchi mashinaga markalar. To'g'ri barakan. Malades. Kim bo'lasiz katta bo'lsangiz? Menga Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Erkak kishiga yetish hunar oz deb. Oo! Malades. 80 ta hunar oling, xo'pmi? Keling, opa, salom. 76 ming ekan. 455 ming. 455 ming. Hozirda 9 ming. 25 ta bo'lsa, 15 mingda olsak, 500 ming bo'ldi. Necha pul olib qolishimiz kerak edi? 22 ming nimaga? Bizdan mashina olsangiz 300 garantiya. 20 ming. Ha, yana nimagami? To'plashingizga. Mana. Boshiga. 9 ming. Bu 9 mingmi? 1 2 3 4 5. Mana 20 ming. U 400 ming bo'ldi. 500 ming bo'ldi. 8 9 mana